tun bo'lmasa chiroqning yorug'i nechun, yo'l bo'lmasa dononing yo'rug'i nechun, yer bo'lmasa dehqonning urug'i nechun? Nimaga kerak bu olam? Odam bo'lmasa, odam bo'lib yayrashga xushdan bo'lmasa, xushdan bo'lib yoningda hamdam bo'lmasa, hamdam bo'lib bunda yonma-yon qadam bo'lmasa, chorlamasa o'ziga ufuq ne kerak? Ming tovlanib turmasa shafaq ne kerak? Sevgi qadrin bilmasa oshiq ne kerak? Tinglovchisi bo'lmasa qo'shiq ne kerak? Tungi chiroq, yo'lchiga yo'riq kerakdir. Yer topganda dehqonga urug' kerakdir. Mana shu dunyoning mulkidir odam degan zot. Mana shu dunyoning ko'rkidir odam degan zot. Odammisan, ufqqa yozaver qanot. Qanot yozib merosga qoldir yaxshi ot. Tun chiroqsiz qolmasin, odam yo'ldoshsiz. Yurak bo'mbo'sh bo'lmasin, osmon quyoshsiz. Rahmat.